أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد bugünkü söhbetimizni Peygamber aleyhisselam'dan Ebi Musa al-Eş'ari radıyallahu anhu'dan rivayet kılıngan İmam Bukhari ve İmam Müslim kitaplarında hatırlayan töndeki hadisten başlayımız. Peygamber aleyhissalatu vesselam Eş'ariler hakkında, yani Eş'ari kabilistikiler hakkında şuna deydi. Eş'ariler canlarda uzuk tülüki tükep kalsa, ya ki Medine'deki, şehirdeki ballarınınki yemek içmeki az kalsa, hemmisi özüdeki baboğan yemeklikten hemmini toplap, beraber şekilde kaydıdın taksim kılattı. Bula mendin, men buladın. Peygamber bu yerde Eş'arilerninki özara hemkarlaşış, ortaklaşış, birisi-birisiga yardımda buluş alahidlikini alahidetli qilib turib, o'zini uluğa, ulni o'zga tava qildi. Bu bizning islomdagi go'zal axloqlarning birisi, ya'ni hamkorlashish ifodasi. Bizning bugungi suhbatimiz dal mushu hadisda Payg'ambar alayhisalom alohida madhiyligan tilga olgan hamkorlashish bugünkü bizning suhbat temamiz oldu. Tabii ki bu biz suhbatimizni, bu temamizni Sur Maide'ninki 2. ayetini özümüzge şuar qilib turib başlaymiz. Allah subhanahu wa ta'ala Sur Maide'nin 2. ayetida deydi: "Estaizu billah ve taavanu alal birri ve taqwa ve la taavanu alal ismi vel udwan." Biz başka derslerimizde bu haqda ma'lum tushunishlarni bergan oyatda Allah subhanahu wa ta'ala bizga xitob shaklida, buyruq shaklida yaxshilik va taqvolikqa o'zaro hamkorlashinglar, o'rtoqlashinglar, yordam beringlar. Bu yerdagi ikki xil ifoda. Birisi yaxshilik, birisi taqvolik, dunyolik va oxiratlik uqumini o'z ichiga oladi. Ya'ni dunyolik ishlarimizning qanday bir ish bo'lsa, ahiretlik işlerimizden qanday bir iş olsa, hemkarlaşış, Kur'an bizge bergan ilahi ta'limot, ilahi buyruq. Endi biz mushu oyatni shuar qilgan şekilde suhbatimizni boshlaymiz. Avval biz islomdagi hamkorlik uqumi haqida to'xtalamiz. Endi bu yerda demasak bo'lmaydigan bir ochiq haqiqat bor. Hammalarning ko'ngli g'ashlaydigan, afsuslanadigan ochiq haqiqatning birisi bor. Körüp durvatımız dünyadaki düşmanlarımız, İslam'ın düşmanları, her xil millet, her xil devlet ve her xil rayonlarda temsil kılavatkan İslam'ın düşmanlarının ortak noktası 5% mi yetmeydi? Ama ola 5% mi yetmeydiğen ortak noktayın 95% okşamaslık var oturda. Şununla kulan birlikte özara hemkarlaşıyor. Ama İslam dünyası ortak noktamız, Müslümanların özara ortak noktamız 95%'den yukarı %'ni egallaydi. Ortak noktamız bizning. Ama maalesef muşu 95%'den yukarı ortak noktamızdan turib özara birisi-birimiz bilan ziddiyatlashish, azarlashish, urushish holida turyapmiz. Bu intayin echinishlik va afsuslanarlik bir haqiqat. Amaliyotda hamkorlikning o'zi bir din. Hamkorlik bir hazorat. Hamkorlik bir taraqqiyot. Hamkorlikning o'zi bir madaniyat. Hamkorlikning o'zi bir yuksalish. Hamkorlikning o'zi bir ilgirlash. Hamkorlikning o'zi bir kuch edi. Bu yerdagi taavanu degan buyruq Qur'oni Karimda bir vojib farz buyrug'i bu. Qur'oni Karimdagi farz buyrug'i. Bizning kallamızga kirgan bir vahmidin birisi var. Özümüz unda emes deyimiz yo'q, ama ang noktasidan bizga singib qiliqliq. İslam, la ilahe illallah, namaz, zakat, roza, hac. Mushu ibadet faaliyatlarida bizning idimizda temsil qilib qiliqliq. Amaliyotda İslam uningdanmi kengri, tafsili dairesi
kengri bir dairani öz ichiga olgan bir yo'l asli bu. Bu yerdagi bu yo'lning eng oddiy tarafi ikki odam o'tirdagi aloqa, er va ayol o'tirdagi aloqadan yuqorisi davlatlar o'tirdagi aloqagacha öz ichiga oladi bu. Bir odamning bir pul tepishi, iqtisod tepishi ve onu xərcləşi, ailəvi aloqa, tuqqanlar aloqasi, xizmət tanlash, kişilər bilan həmkarlaşış, küçüklərə tutadigan pozitsiya, acizlar bilan qiladigan aloqa, muşularning hammani o'z ichiga oladigan bir yo'l asli bu. Qanday bo'lib bugungi kunda musulmonlarimizning engida bu din 5 nuqtaga yig'ilib qolganligini o'qimaymiz. Amaliyotda payg'ambar alayhisalomning İslam'da tasvirlagan bir hadis var. İmam Buxoriy Abdullah ibn Umar'dan rivayet qilgan hadis. Buniyal islamu ala khams. İslam 5 asas üstüge. Mush hadisdiki İslam 5 asas üstüge quruldi degan mush iborani, mush ifodani bir mulohaza qilgan vaqtda ba'zi narsalarni tushunamiz. Rasululloh da'vatida İslam degan bir so'zni keltirib turib 5 asas üstüge turibdi. Bu 5'i İslam'ın hammasi emas. Belki İslam'ın töreki, asası. Bunun üstüde turduğunu, yani bu 5 asas üstüde turduğunu İslam. 5 asas üstüge olgan şekilde. Demek ki İslam'ın bu 5 asasga tayinib kengaygan bir holati bo'ladi. Kengri hammani o'ziga olgan bir tarafi bo'ladi. Bayat deganimizdek bir odamning hayot yashash uchun bir iqtisod tepishdan tortib, iqtisod xarjlashdan tortib ayol tanlash, bizning hayot hamroyini, bolalarni tarbiyalash, atrofidagi kuchliklar bilan bo'lgan aloqa, ojizlar bilan bo'lgan muomala, masalan, bularning insonning kundalik hayotining hammani o'z ichiga oladi. Asli islom. Ammo biz del aksicha islom bu 5 nuqtada. Ya'ni bir odam go'zal namoz o'qisa, bir odamning zakot berganini ko'rsak, bir odam haj qilib hojim bo'lsa, bizning kallamizda go'zal bir musulmon, yaxshi bir musulmon. Onun ne kişiler bilan bo'lgan aloqasi, tijorat usullari, masalan, oilasidagi bolalarga bo'lgan ko'ngil bo'lishlari bizda u odamning musulmonligiga nisbatan hech ta'sir qilmaydigandek bir tuyg'u bizda bo'lib qoladi. Tabiiyki bunga dalilimiz bor bizning. İslam o 5 bilan bitmaydi. O 5 bilan bitmaydi. O bir asas, shu yerdan boshlanadi. Onun amaliy hayotga ta'sir ko'rsatadigan bir taraflar bo'ladi. Masalan, biz bunga qarata bir dalillarni ko'zdan kechirib o'tsak, islom bu 5 bilan bitmaydi deganga. İbn Majah Savbandan rivoyat qilgan bir hadis var. Payg'ambar alayhisalom bu hadisda bir bilik kishilarni tasvirlaydi qiyomat kuni keladigan. Bularning tihami tig'iga o'xshash, buyuk igiz taqqa o'xshash amallari bor. Allah bularni chang tuzonga o'xshash qildi. Ya'ni hisob qilmaydi. Sahobalar tarafidan deyildiki, ya Rasululloh, bular kimlar? Biz bularga o'xshash bo'lib qolmaydi. Bunda pasligandan keyin bular sizlar namoz o'qigandek namoz o'qidi. Qaranglar, islomdagi eng muhim hal qilgan namoz tilga ilinayotdi. Kechida sizlar qiyom qilgandek qiyom qiladi, ammo yolg'iz qolgan vaqtida Allohninki cheklama ta'limotlaridan xalqib o'tadi bular. Namazdan şey tugudi. Eğer insanın hayatında Allah'ın çeklemelerini, Allah'ın ki talimatlarını uygullamasa, tatbiklamasa hayatıga namaz tugudi namazdan işi. Yani davamlaştırayla. İmam Buxoriy Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet kılgan hadiste. Peygamber aleyhisselam ne deydi? Kişi yalgan eytiş ve şu bunca iş kılışını taşlamagan ahval astıda onun küllep aç qalğanının Allah'a heç bir əhmiyyəti olmaydı. Allah'ın onun aç qalğanına ihtiyacı yok. Dek onun rozusu hesap emas deydi Peygamber aleyhisselam. Rozunun işimi tüküdü. İçtimai alaqada, özara hemkarlıqda Rasul olmagan insanların rozusunun işi tüküdü. Demek geldi qamdi? Zakat hikayeli. Surat Tevbe'nin 53. ayette Allah subhanahu ve taala Peygamber aleyhisselam hitap kılıp ulağa denk ki
Sizlar ixtiyoriy yoki majburiy holatda chiqim qilasizlar. Pul sarf qilasizlar. Ammo sizlar fosiq bo'lib qolsanglar, yo'ldan chiqsanglar, ta'limotdan chiqsanglar, Alloh subhanahu va taolo sizlarni hargiz qabul qilmaydi deydi. Zakotning ishimi tugadi mana. Bir odam zakot bergan bilan fosiq bo'lib qolsa, fosiq demak yo'ldan chiqish demak. Yo'ldan chiqib qolsa hisob emas. Undan keyin yana bir hadis bor. Bu hadisda nima deydi? Bu hadisning mazmunida bir odam harom mol bilan haj qilib, haj jarayonida labbayk Allohumma labbayk ey Alloh sana bo'y egimiz desa, buningga javob qanday javob keladi Alloh tarafidan? Sizning bu labbaying hisob emas, sadayk deganing hisob emas, sizning hajjing rad qilinadi, qilgan ishing bekor bo'ladi. Nima qoldi endi? İslamning baş asosidan shahodat qoldi. İnson Allohning ta'limotlarini, dinning ta'limotlarini uyg'unlamagan vaqtida uning namozi bekor ekan. Ro'zasi bekor ekan, zakoti bekor ekan, haj bekor ekan. Shahodatga kelaylamdi. Zayd ibn Arqamdan kelgan targ'ib tarhib degan kitobda kelgan bir asarda bir odam La ilahe illallah'ni o'z haqqi bilan desa jannat kiradi degandan keyin deyildi. Bu la ilahe illallah'ning haqqi nima desa Allohning cheklagan cheklimilaridan. Bu odamni cheklayalish, ya'ni Allohning ta'limotiga bu odamning tushganishi. Demak, bu yerda bizning burun o'ylagan xiyollarimiz tugadi. Biz o'ylaytdikki, bir odam la ilahe illalloh desa, namoz o'qisa, zakot bersa, haj qilsa, ro'za tutsa kamilmi? Ya onda ish yo'q. Bu 5 islomningki asosi. Ondan islomning amaliy ko'rinishi 5 asosning ustida jilvalanadi. Tajalli bo'ladi. Kishi shuning bilan o'zining kundalik hayotida eng kichik dedikki oilaning ichidagi o'zaro oila a'zolari bilan bo'lgan aloqadan tortib qarindoshlar bilan bo'lgan, xulum xo'shlar bilan bo'lgan, do'st birodarlari cho'ng yo'qlab eng oxirida davlatlarda o'tirisidagi aloqagacha hammasiga ta'sir ko'rsatadi. Buningdan islom haqiqiy o'z haqqi bilan, islomning haqiqiy mohiyati bilan o'tirg'i chiqqan bo'ladi islom. Demak, islomni xulosalasak, islom unda bir necha ishga bog'lanib qolgan bir sistem emas. Bu degan mukammal, hammani o'z ichiga olgan tafsiliy bir yo'l aslida. Masalan, biz bu haqda islom tarixida Najoshi sahobalardan bir bölükünü aldığı çağırtıp sual soğan bir diyalog var. Najoshi Cafer'in İslam hakkında, Peygamber Aleyhisselam hakkında soğan vaxtida. Cafer nima deydi? Cafer radıyallahu anhu, ey padişah, biz bir cahilliyet kişileri idik, nadan kişiler idik. Butqa ibadat qildik, üzülüp qolgan hayvonlarni yeydik, yaman ishlarning hammani qildik, urug' tuqqanlar ara munosabatni uzutdik masalan. Xulun xo'shlar bilan yaxshi o'tmaydik, kuchliklar ojizlarni yeydi. Biz mashta ahvoldagi vaqtida Alloh bizga rasulni avatdi. Biz bu payg'ambarning naslini obdan bilamiz, rostchiligini bilamiz, omonatdorligini bilamiz, pokligini bilamiz. Bizni Allohga chaqirdi, Allohni biz bir bildik, ibodat qildik. Biz burun ibodat qilib kelayotgan butlardan ado judo bo'ldik, tashlarni tashladik. Bizga qaranglar, men bir muhim nuqtadan birisi bor. Bizning hozirgi bugungi temaning asosiy muhim nuqtasi shu. Bizni rost gap qilish, omonatni o'z joyiga ado qilish va o'zaro siyli rahmini ulash, ya'ni tuqqanlar, yaqinlar ara yaxshilikni ulash, qo'shnilarga yaxshilik qilish, harom qonlardan qo'l yig'ishqa buyurdi. Oxiridagi mushu abzas Ja'far ibn Abi Talib radhiyallohu anhu'ningki Najoshining oldida islom haqida bergan tunishtirishi. İslam degan nima degan savolga, bu qanday din bu degan savolga bergan javob. Islom qanday din? Rostchilik, rost so'zlash. Kimga? Boshqalarga, boshqalarga bo'lgan aloqadagi gap bu. Omonatni ado qilish. Omonat tabiiy ikki odamning o'tirdi bo'ladi. Yoki jamiyatdagi ijtimoiy to'plarning o'tirdi bo'ladi.
Silrahmi yana aloqa. Xo'shlik, yaxshilik qilish yana aloqa. Demak, islomning ta'rifoti bu. Ja'far ibn Abi Talib Najoshining oldida tushundirgan islom bu. Demak, bu dindagi asosiy bir taraf amaliyotda. Dindagi uni qil, buni qilma degani dinning asosiy bir taraf. Din insonning butun harakatlari bilan birga aylanadi. Dindagi ibodat qism nima anda bo'lsa desa, ibodat qism dal shularni o'ttirga chiqadigan bir manba. İnsan masjidga boradi, namoz o'qib Alloh bilan uchrashadi. Bu yerda Allohning ta'limotini oladi, zakot berish orqali qalbidagi boshqalarga nisbatan ochko'zlikni bu orqali yo'q qiladi. Masalan, o'zaro mehr shafqat tarbiyalanish, bu ibodat shuorlari insonning dinda tarbiyalanish holati. Ammo dinning amaliy tajalli bo'ladigan, amaliy jilvindigan yeri insonning har bir harakati, kishilar bilan qilgan har bir muomalasi, har bir so'zi, o'ltirish qo'pashlari, bularning hammasi dinning amaliy ifodasi. Sirtlik, chiroyli kiyinib ratlik, kulib boshqalarga muloyim ko'rinadigan uyga kirsa, uningdan asarim yo'q. Buningda din o'z ifodasini ko'rsatmagan bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom bu haqda nima dedi? Xayrukum xayrukum li ahlihi. Va ana xayrukum li ahlihi. Oilasida eng yaxshi o'g'illar yaxshi dedi. Nimada yaxshi? Tabiiyki dinda yaxshi bo'ladi. Bir odam dinni haqiqiy to'g'ri sog'lom tushunsa, din o odamning uyida o'zining kuchini ko'rsatadi. O odamning kasbida o'zining kuchini ko'rsatadi. O odamning do'konlarida o'zining kuchini ko'rsatadi. Shirkatlarida, bir narsa birishlarida, elishlarida, rozi bo'lishlarida, ochiq qilinishda, munosabatlarni ulashda, o'zishda. Bu din tafsilimi, keng ko'lamlik bir yo'l bu. Keng ko'lamlik bir sistem bu. İnson bilan insonning har vaqt, har faoliyatlarida birga mangadi, ta'sir ko'rsatadi, uni ma'lum bir qilibga keladi. Mana bu bizdagi bugungi so'zlamoqchi bo'lgan tema, ya'ni ta'avanu alal birri va taqvo. O'zaro ishlarda, yaxshiliklarda qana qilish, hamkorlashish. Endi oyat ikki bo'lakdan tarkib topgan bu oyat. Biz bugun suhbatimizning asosiy temasi qilgan oyat. Birisi yaxshilik va taqvolikqa yordam qilish, ya'ni hamkorlashish, o'zaro o'rtoqlashish. Bo'lsa, yana bir tarafi tam aksi. Hamkorlashmaslik. Va la ta'awanu alal ismi val udwan. Cheklangan hamkorlashish. Hamkorlashmaslik, yo'l ochmaslik, boshqalarga rag'bat vermaslik, boshqalarni kushkurtmaslik. Nima onda desa, ikki narsaga, birisi gunoh, birisi tajovuz. Bu ikki narsa bor, birisi gunoh. Gunoh degan nima? Bandaning Alloh bilan bo'lgan aloqasida o'tkazilgan jinoyati gunoh. Buning jinoyati gunoh. Udvan degan nima desa, banda boshqalarning haqqiga, mayli ma'naviy, mayli moddiy haqqiga tajovuz qilishning gunohi. Bu yerda ikki xil hukm bor. Birisi o'ziga banda tajovuz qilmaslik, birisi boshqalarga tajovuz qilmaslik. Ya'ni ism degani, gunoh degani o'ziga qilgan tajovuz. Va udvan degani boshqalarga qilgan tajovuz. Demak, bu yerda o'zi bilan bo'lgan muomalada, boshqalar bilan bo'lgan muomalada tajovuz qilish, aziyat berish, yomonlik qilishga bo'lmaydi. Oyat shunga keskin shaklda va la ta'awanu alal ismi val udwan. Nurg'un ishlar atrofimizda. Shakli go'zal, mohiyati zararli ishlar yoki go'zal bir orzu, umid yoki go'zal bir nishon, da'vosi bilan o'tirib chiqqan zararli, zaharli ishlar bo'ladi. Kimlardir jazonidan pul topib, ammo go'zal yerga ishlatmoqchi pulisini. Balalarga yordam qilmoqchi, balalarning o'qishiga yordam qilmoqchi, maktab solmoqchi, doktorxona sanat solmoqchi. Undan shu islomda. İnsan pokiz bo'lgan vaqtida bir suv o'xshaydi. Asli tabiat bo'lgan vaqtda suv o'xshaydi. Ya'ni uning ne boshqa rangi yo'q, ne boshqa uning ta'mi yo'q, yoki boshqa pur qo'ymaydi. Qachon shu suvda boshqa xildagi puroq paydo bo'lib qolsa, rang paydo bo'lib qolsa, ta'm paydo bo'lib qolsa, bu suv buzilgan suvda zarar oladi. Ziyon qiladi u suv. İnsan ashunga o'xshaydi. Asli tabiat bilan inson
hech qanday bir boshqa g'ayri ahvol yo'q insonda. Intayin sog'lom, aziyat berish yo'q, g'ayvat qilish yo'q, boshqaning kenini ko'lash yo'q, boshqaning yo'llarga tuzoq selish yo'q. Ammo qachon ashta ish paydo bo'lib qoldimi, inson chirishga boshlagan bo'ladi. İnsan buzulishga boshlagan bo'ladi. Buning hammani inson keltirib chiqardi o'zininki ba'zi noto'g'ri ishlar bilan. Sura Rumning 41-oyatida Alloh subhanahu va taolo buningdan bizni eskartib deydi. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Kishilar o'zi qilgan askiligi, qilgan xatoliklar tufaylidan butun yani yomonlik. Bir inson chiriydi, xatolashidi. Yeni birisi ötüdü. Çünkü insanın tabiati şu, o'zi qilgan xatolikni boshqalarning o'rtaqlashini xohlaydi. Qur'on dal bundan to'savotdi. Va la ta'awanu deb. Buning natijasi oxirida bo'ladi. Liyudiqahum ba'dallazi amilu. Buning jazosini o'zimiz tortamiz. Buning bedelini o'zimiz qana qilamiz, o'taymiz. Bu insonning asli tabiatidan chiqqanlik. Asli tabiati dedik ki baya xuddi oq, ya'ni süp-süzük deymiz. Hech qanday rang, tam, puroqsiz bir suv o'xshaydi inson. Ammo insonda bir xato ish paydo bo'ldi. Yana bir xato ish paydo bo'ldi. Paydo bo'lib, uning suv buzilgan vaqtdagi ko'rilgan ta'siriga o'xshash ko'riladi. Bu atrofdagilarga ta'sir qiladi, o'ziga zarar qiladi, boshqalarga qana qiladi, zarar qiladi. Shuningga biz duo qilgan vaqtimizda bolalarimizni qanday shaklda tilaymiz? Rabbana hab lana min azwajina va zurriyatina qurrata a'yun. Asli pak holatini, saf holatini, ayibsiz, bizni xursand qiladigan holatni qanday qilamiz? Tilaymiz. Qachonki bizning bolalarimiz, bu jamiyatning a'zolari hamdi. 5 yildan keyin jamiyatning a'zosi bo'ladi, 10 yildan keyin a'zosi bo'ladi, 20 yildan keyin a'zosi bo'ladi. Jamiyatdagi bugungi kundagi bizning rolimizni shu bolalarimiz oladi. Bolalarimizdagi muomalalaridagi, axloqidagi har bir buzilish xuddi bayatın degan suvning buzilishiga o'xshash atrofga ta'sir qiladi. Balla buzildi, inson buzildi, shaxsiy bir odam buzildi, jamiyat qanday qildi deganga buzildi deganga. Dal Alloh subhanahu va taolo bu nuqtada mushtaq buzilishlarga o'zaro yordam qilmaslik kerak. Hamkorlashmaslik kerak. Ularning yo'llarining kengayishiga yordam bermaslik kerakki, va la ta'awanu 'alal ismi val 'udwan. İnsan meyli o'zi shaxsan o'tkazadigan xatoliklari yoki boshqalarga o'tkazadigan xatoliklar olsun, buningga yordamchi topolmasligi kerak. Boshqalar buningga sharoit yaratmasligi kerak. Insonda bo'lsin, ishlar ko'rinishda har qancha yaxshidek qilsin. Masalan, bayatni dedikki bir odam maktab soladi, nurg'un yetim yesirlarning qornini to'yg'izadi, nurg'un yetim bolalarni boqadi, doktorxonalarni silib ojizlarni davolaydi, ammo uning tepayotgan pulisi yoki qilayotgan ishi zararli ishlar bo'lib qolsa, bu aslo islomda qabul qilinmaydi. Chunki buyuk nishon, buyuk vositalar bilan amalga oshirilishi kerak. Buyuk nishonlar rezil vositalar bilan amalga oshirilmaydi. Ya'ni bu yerda demakchi o'g'limiz nima desa, biz o'rtaga olib chiqmoqchi bo'lgan bir ish bor. Bayatdanki ta'awanu alal birri vat taqvo degandan va la ta'awanu alal ismi val udwan degandan o'rtaga olib chiqmoqchi bo'lgan bir ish bor. Ya'ni muqim, go'zal, pokiz bir jamiyat qurib chiqish. Ammo bu jamiyatni qurib chiqish jarayonida qiladigan ishlarimizmi ham bizdan talab qilinadigan shu buyuk nishonga o'xshash pokiz xolis bo'lishi kerak. Agar qachonki vositalarimiz, qilgan ishlarimiz shartga tushmasa, Alloh subhanahu va taolo rozi bo'lgan shaklda bo'lmasa, sura Namlning 19-oyatida Alloh bizning qiladigan ishlarimizga shart qo'yadi, bu shartga tushmasa. Ya'ni va an a'mala solihan tarda. Alloh subhanahu va taoloninki bizning qilayotgan ishimizga qo'ygan sharti nima? Ikki turli sharti bor. Birisi, ishimiz bizga belgilangan prinsiplar bo'yicha bo'lishi kerak, to'g'ri bo'lishi kerak. Bu prinsiplarni Qur'on ko'rsatdi, hadislar ko'rsatdi. Yana birisi xolis bo'lishi kerak. Ikki shartga to'g'ri ishqa. Ikki shartga amal qilgan shaklda biz ish berib natijaga erita olsak, oxirgi nishonga erisha olsak, bu bizning Alloh subhanahu va taoloni rozi qiladigan bir tarafimiz bo'ladi. Ya'ni ish birisi ixlosdan ajratgan. Ixlos deganlik Allohga xolis qilish deganlik, boshqa niyatlar emas.
Yana birisi prinsipga uyg'un bo'lish kerakki, yo'ldan chiqmagan bo'lish kerak, yo'ldan chiqmagan. Bu shaklda ondan keyin biz yo'lni to'g'ri mangan bo'lamiz, oxirgi nishonimiz qana qiladi, uyg'unlashadi. Endi biz bugungi suhbat temamizda asosliq yaxshi ishlarga hamkorlashish, yomon ishlarga o'zaro hamkorlashmaslik, ya'ni yomonlikninki doirasini torlatish, kengaytmaslik, ularning yo'llarini zo'rlashtirish, osonlashtirmaslik. Ammo yaxshilik babida, aksidan yaxshilik babida uni qulayliklashtirish, mayli dunyo ishlari, mayli oxirat ishlari degan nuqtada keldik. Buning doirasi intayin kengri. Bunun agar misal elib yoki buni sohaga bo'lg'ilsak, hammasi, ammo buning 5i kimda desa, mushu ishning 5idagi da'vatchilar haqida to'xtaymiz. 3-chi, bizning bugungi suhbatdagi 3-chi mazmunimiz. Birinchi mazmunimizda yaxshilik va taqvolikqa o'rtaqlashish, yordamlashish degan temada to'xtaldik. Ikkinchi mavzuda uning aksi bo'lgan yomonlik va tajovuzlikqa hamkorlashmaslik, o'rtaqlashmaslik haqida 3-chi masala, bir xulosa, yuqorqi ikki temaning bir xulosa misoli bizning bugungi jamiyatimizdagi yaxshilik barpo qilish, go'zal bir holatlarni o'rtaga chiqish uchun biz oladigan tunji qadam mushu da'vat sohiblarininki yuqorqi ikki masalada aktiv bo'lishi. Yani da'vatchilarning o'zaro qana qilishi, hamkorlashishi. Amaliyotda Alloh tarafiga chaqirishni da'vat degan shuni degan bo'ladi ya. Ikki xil bo'ladi. Da'vat ikki xil. Birisi Alloh tarafiga chaqirish bo'ladi. Yana birisi o'ziga chaqirish bo'ladi. Allohga chaqirdim degan nom ostida, Allohga chaqirdim degan chapan ostida o'ziga chaqirish bo'ladi. Allohga xolis, Allohga qilingan da'vatning asosi ko'rsatilgan yo'lda minish. Bu yo'lga ergashish. Ammo o'ziga chaqirgan, ya'ni bu shaklda, nomda Allohga da'vat qilish, dinga da'vat qilish bo'lgan bilan o'ziga qilgan da'vatning asosi yo'ldan chiqish. Allohga xolis qilingan da'vatning asosi da'vatchilar o'rtasidagi hamkorlik. Ammo o'ziga qilgan da'vatning asosi prinsipi o'zaro to'qinish, azarlashish. Allohga xolis qilgan da'vatning asosi boshqalarni itrof qilish, o'ziga qilgan da'vatning asosi boshqalarni o'rtadan qoldirish. Demak, yo'l ko'rsatilgan prinsip bo'yicha mangan vaqtimizda yo'ldan chiqmasak, hamkorlashsak, o'zaro raqobatlashmasak, boshqalarni qabul qilsak, boshqalarni rad qilmasak, biz Allohning rasuli ko'rsatgan yo'lda bo'lgan bo'lamiz. Bizning da'voyimiz xolis bo'lgan bo'ladi. Bu orqali da'vatchilar Allohning nazarida yuksaladi, kishilarning nazaridami yuksaladi. Ammo unda qilmasak, o'zaro yordamlashmasa, o'zaro hamkorlashmasa, o'zaro bir-biriga har xil ittihomatlarni qana qilsa, atsa masalan, yomon tushunchalarda bo'lsa, bak echinishli bir ahvol bu. Tabiiyki bizning hozirgi ahvolimizga tushudi ma'lum jihatda. Bunda o vaqtda Allah'ın nazarıdami tushudi, kishilarning nazarıdami ham tushudi. Biz darsimizning boshida deganimizdek, musulmonlarning, islom dunyosining 95% o'rtaq nuqtasi bor. Dushmanlarning 95% o'xshamaydigan tarafi bor. Ammo ma'al asaf, dushmanlar o'rtaqlashish degan bu uqumni o'rtaga olib chiqaliqliq. Asli bu uqum islomiy uqum bu. Biz yuqorida ko'rdik. Oyatning shuori shu. Hadisning ifodasi shu. Biz bu xil shaklda guruhlashish, o'rtaqlashishga eng ehtiyojlisi biz. Chunki dushmanlarning hozir bizning ustimizdan g'olib kelishining, kuchlanishning birdan bir sababi nima bo'lsa o'rtaqlashish. Ish guruhi qilish. Yani bu işlerini guruhlashib qilish. Chunki biz qilayotgan bu ish, yashayotgan bu hayot har turli sohalarningki o'rtaga chiqishga ehtiyoji bor. Bir odamningki hamma sohada yetilib bo'lishi mumkin emas. Har bir odam ma'lum kasbda, ma'lum bir turda, bir sohada yetilib mutaxassis bo'lishi kerak. Anikin men bir turda voyaga yetdim.
Yana birisi yana bir turda voyaga yetdi. Yana birisi yana bir turini to'liq egalladi, mutaxassis bo'ldi. Undan keyin hamma bilan birga kelgandan keyin bir o'rtaq jamiyatning ehtiyojini qondiroladigan, jamiyatni yuksaltirib apmangalaydigan, musulmonlarni taraqqiy qildirib ilgaritiradigan bir o'rtam maydonga keladi. Bir hol maydonga keladi. Bu bizningki eng oxirida erishmoqchi bo'lgan nijotligimizning asosi bu. Bu biz dersimizde davat qilmizda oiladan boshlanadi. Ayol, dada bola, xizmatdan boshlanadi. Xizmatdoshlarimiz, qo'lim qo'shlardan boshlanadi o'zaro. Bizning jamiyatimizdagi ojiz musulmonlar, kuchli musulmonlar bilan boshlanadi. Bularning hammani o'z ichiga olgan vaqtida, hamma bilan o'rtaq hamkorlashgan vaqtda biz Qur'oni Karimdagi ulaika humul muflihun degan nijotlikka erishishlar biz bo'lamiz. Ammo hamkorlik tashlanib qo'yilgan vaqtda, sal qaralgan vaqtda, tamam bir qismlarimiz ma'lum tarafida utuq qozonishimiz mumkin. Birisi o'zining kasbida tirishlik utuq qozonishi mumkin. Ammo bir juz'iy taraf, buni biz utuq deb ataymiz. Nijotlik emas bu. Nijotlik hammalarning kimida sog' salomat qirg'oqqa chiqa olishimiz. Ammo biraylarningki yolg'iz ma'lum bir sohada utuq qozong'ini vaqtliq kemi cho'kayotgan vaqtda kichik qiyiq yasab olganga o'xshash, bu qiyiqning umri uzoq bo'lmaydi. Chunki to'lqinlar va atrofimizda. Bu qiyiqni to'lqinlarning yutib ketishi nihoyat oson. To'lqinlarga taqobil tura oladigan cho'ng kema. Bu jamiyat kemasi, musulmonlar kemasi. Biz bu kemani o'rtaq qirg'oqqa sog' salomat ep chiqishimiz to'g'ri. Ammo buning uchun bizda hamkorlik bo'lishi kerak. Hamkorlik yuqori deganimizdek bir madaniyat o, bir fazilat o, Allohga qilgan bir ibodat va amaliyotda. Sizning davomli masjidga kirib namoz o'qig'uning ham emas, boshqalar bilan hamkorlashganingning o'zi bir ibodat. Bu xil hamkorlikning asosi o'rtaq bir a'zolik. Men bir bu dinning a'zosiman, bu bir jamiyatning a'zosiman. Jamiyat meningki, bu din meningki. Men bir kishilik to'pamni qo'shishim kerak. Aynı şekilde Peygamber Aleyhisselam'ın hayatı qirgan vaqtimizda Rasulullah bir kishilik a'zo, payg'ambar bo'lgandan boshqa. Sahobalar buning bir a'zosi, hamma ishlarga o'rtaq qatnashdi, o'rtaq hamkorlashdi. Xandak urushidagi Rasulullohning o'z qo'li bilan xandak qazgan ahvollari, sahobalarning ichidagi buyuklarning o'z qo'li bilan xandak qazishga qatnashganligi buning amaliy bir o'rnaki. Bu bir gruppa, xizmat gruppasi, ish gruppasining tashkillangan bir o'rnak bizga nisbatan. Ya'ni islomiy bir a'zolik uqumi, bir jamiyat a'zolik uqumi, bir to'plum uqumi bizda muayyanlash kerak. Payg'ambar alayhisalom Madinaga kelgan vaqtda tunji qilgan ishi nima? Masjid solgandan keyin tunji qilgan ishi vasiqatul Madina. Madinaning bir parcha nimasini yozish, kelishimnomasini. Yani bu hisobda asos qonundagi gap hamdi. Bugungi davrda, bugungi davrning tilidan so'zlasak, bir davlatning asos qonuniga o'xshaydi. Rasululloh shu vaqtda nima degan shunda? Ahlu Yasrib ummatu wahida. Madina ahli bir millat deydi. Bularning tinchliqimi birga bo'ladi, urush holatimi birga bo'ladi. Ana bu islomdagi tunji bir jamiyat a'zolik huquqi. Bir madaniyat huquqi bu, bir kuch huquqi bu. Eslangda bo'lsin, bizning islom dunyomiz, islom jamiyatimiz mushu xil o'rtaqlik, mushu xil a'zolik, mushu xil hamkorlikdan boshqa yo'ldan chiqish yo'l topolmaydi. Alloh subhanahu va taolo hammalarga hamkorlik, o'rtaqlik huquqini bersin. Shu orqali bizni yuksalishga nasib qilsin. Düşmanlarımızın üstüden galip gelişini nasip kılsın. Ve ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin.